Assalomu alaykum, hurmatli mahalla do'stlar. 14-brigad bilan 8-brigadni tutashtiradigan ko'pirini. Bir yil buni Xitoylar ishlab ketibdi, Xitoylar. Bilsanglar. Ko'pirimizni. Yo'q. Men nima diyecekman bu yerda? Sho'rini ayrilib armaturlari chiqib boshlabdi mana. Armaturlar. Kimnidir mashina girishi mumkin balonma. Hozir meni qo'limda buni qirqib tashlash uchun atag'iz, plasa gipsi yo'qda. Men nima diyecekman buni hozirchilikli etib turib, mana bir bitollab berishimiz kerak-da. Og'aylar. Shuna bir e'tibor bo'lib bir hozirchilikda ishlab berik shuni. Bir yarım qalta sement ketmidi. Shuna ne deydilar? Meni taklifim bu. Bu video e'tiborsiz komment degan bitta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.